g'ozdi jo'jalarini o'limiga sabab bo'layotgan 7 ta aniq tajribadan o'tgan ma'lumotlar. Videoni kuzatib boring. G'ozdi jo'jasi bilan o'rdakni jo'jasini farqi va individgani jo'jalarining farqi nimada? Ular nima sababdan ko'p o'ladi g'ozdi jo'jalari individga va o'rdakni jo'jalariga qaraganda? Videoni oxirigacha kuzating. Siz agar parrandalar boqsangiz, jo'jalardan boqsangiz, bu video aynan siz uchun. Endi oldingizdan chiqib qoldimi? Albatta siz bu videoni repost qilib oling va yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Hech qachon ziyon ko'rmaysiz. G'ozdi jo'jalari o'rdakni jo'jalariga qaraganda suvga kech tushishi kerak. Sababi g'ozdi jo'jalarining pati kech chiqadi. O'rdakga qaraganda ikkovi bir kunda tuxumdan ochib chiqdi, lekin g'ozdi jo'jalarini ularga qaraganda kechroq suvga qo'ying. Sababi pati ham kech chiqadi va g'ozdi jo'jalarining patida moy paydo bo'ladi. Keyinroq o'shandan keyin suvga qo'ysangiz, g'ozdi jo'jasida o'lim kam bo'ladi. O'rdakka qaraganda g'ozga o't bo'lsa bo'ldi. Dondan kam berasiz. Bir haftadan keyin tashqariga chiqarsangiz bo'ladi. Harorat 28-30 bo'lishi kerak. G'ozdi jo'jalarining tagi quruq va harorat turgan xonasida iliq bo'lishi kerak. Suvni qaynatilgan holda bering jo'jaligida. Yana bitta g'oz bilan o'rdakning farqi, g'ozlarda jo'jasi o'rdakka qaraganda ancha joni qattiq bo'ladi. G'ozdi jo'jasini yana bitta o'limiga sabab bo'layotgan narsa bu ularni jo'jaligida qalin turishi. Ustma-ust chiqib qoladi va g'ozchalarni o'limiga sabab bo'ladi. G'ozlarni jo'jasini katta qilish individga, o'rdakka qaraganda ancha qiyinroq, lekin natijasi zo'r. Bular og'ir kilogramm go'sht qiladi va yaxshigina sizni xonadoningizni qo'riydi. O'rdak individgalarga qaraganda g'oz juda ham sezgir va moy bo'ladi go'shti. Bu odamlarning sog'lig'i uchun juda ham foydali. Go'shti ham kilogrammi ancha og'ir bo'ladi individga va o'rdakka qaraganda. G'ozdi jo'jalarini boqayotgan bo'lsangiz, albatta e'tiborli bo'ling. Ularni quruq va yaxshi joyda turishiga. Nam bo'lmasin, oyoqlari qiyshayib qoladi. Bu yana bitta tavsiya, g'ozlarni tuxum bilan boqing jo'jaligida. Iloji boricha 1 oy juda qattiq e'tibor bering. 1 oydan keyin kasallik ko'p bo'lmaydi. Siz donni yaxshi berasiz, mana bunday o'tlarga o'tlatasiz, g'ozchangiz yaxshigina katta bo'ladi. Sizga yaxshigina daromad olib keladi. Videolarimni Instagram, Facebook, TikTok to'liq holatida YouTube kanalida kuzatib boring. Fikrlaringizni kommentariyaga chiroyli qilib yozib keting. Yaxshilik yaxshida. Omon bo'ling yaxshilar. Videolarni kuzatib boring. Sizda qanday tajribalar bor? Biz bilan bo'lishing. O'rganamiz, o'rgatamiz. Siz g'oz boqasizmi? Yo o'rdakmi, individgami? Kutib qolaman fikrlaringizni.